Demak, endigi darsimizda biza Revit shablonni olib kirib olganmiz. Xuddi shu shablon bilan qisqacha tanishamiz va yuqoridagi instrumentlarni ketma-ketligi bo'yicha boshlaymiz. Hisobkorlar bolalar, bizada har doim yangi proyektning papka ochilganda, shablonga kirilganda mana shu holatda bizada shablon chiqadi. Bu standartniy shablon Bintubi tomonidan berilgan standart shablon bo'ladi. Bunda asosiy parametrlar kiritilgan, lekin o'ziga kerakli bo'lgan qo'shimcha spesifikatsiyalarni qo'shishingiz mumkin. Qo'shimcha semestlarni qo'shib, bu shablonni yana ham boyitishingiz mumkin. Ya'ni ishonmanglar, misol uchun kimdir aytadi-yu, men noldan shablon yasaganman deyish mumkin. Yo'q, unaqa emas. Aslida shablon baribir suyagi bo'ladi har doim. O'sha shablon asosida ular o'zini shablonini takomillashtirgan bo'lishi mumkin. Ya'ni asosiysi baribir mana shu shablon asosida SNGda ishlaydiganlar deyarli mana shu shablon asosida ishlaydi. Shu shablonni olib turib, ichini o'zgartirib, o'zini shaxsiy shablonni qilishi mumkin. Lekin baribir noldan deyarli 99% kuchli yasamaydi. Endi bu shablonni ko'rishlar mumkin. Bu начальный вид bolalar bizada. Начальный vidda, misol uchun, nomer proyekt, stadiya proyekt, naimonia proyekt va hokazo turli xil ma'lumotlar ko'rsatilgan. Siz bularni to'ldirishingiz mumkin. Aytaylik, bizani proyektimizning nomi nima? Bino nomi nima? Adres qayerda, misol uchun, nomer proyekt, nomer nechi, misol uchun, stadiya qanaqa ketadi bu yoqda va hokazo boshqa ma'lumotlarni ham bunga boyitib borishimiz. Mana bu qismda o'zimizning proyektimizning rasmini qoldirishimiz mumkin bo'ladi. Xuddiki sizlarga kirish qismida ko'rsatgandimmi, начальный вид sozlangan holati biz o'zimizdagi sozlab olishimiz mumkin. Misol uchun, mana bu holatga men начальный vidni sozlab olganman. Bunda ko'rishlar mumkin. Bu standart holatda ko'rinishi, mana bu biz sozlab olgan ko'rinish bo'ladi. Mana. Endi aytaylik, buni o'zida misol uchun bizda ko'rishlar mumkin. Alohida titul listi bor. Titulni list bunda mana bunaqa. Men o'zim misol uchun sozlab olgan variantimda biroz boshqacha. Mana bu holatda va xuddi shunda общий данный mana berilgan. Bunda общий данный misol uchun hali hech narsa deyarli yo'q. Tushunarlimi? Biz o'zimizga kerakli darajada to'g'rilab olamiz. Misol uchun logotiflar qo'yilgan, bunda Bintubi tomonidan qo'yilgan. Ya'ni o'zingizning firmangiz uchun, o'zingizning brendingiz uchun buni siz takomillashtirib borishingiz mumkin bo'ladi. Endi biza bilishimiz kerak bo'lgan asosiy narsalar nima? Mana bu yerda svойства bo'limi tortiladigan bo'lsam chiqadi, mana ko'rishlar mumkin. Svойства chiqdi. Mana bu qismda dispetcher proyekt bor. Mana shu ikkita asosiy bo'lim bilan biz har doim ishlaymiz. Demak, dispetcher proyektni yon tomonga tortib qo'yamiz. Qaylar? Shunchaki meshkani o'ng tomonga tortdim, yon tomonda ekran ko'kardi. Qo'yib yuboradigan bo'lsam olib chiqib qoladi. Buni ham xuddi shunday. Mana olib bordik, yon tomonga to'g'riladi, qo'yib yuboramiz. Balki sizlarda bu mana bu holatda ham bo'lishi mumkin. Mana. Dispetcher proyekt va svойства ketma-ket ko'rinyapti. Mana, tushunarlimi? Dispetcherni tortib, bu yoqqa yokida mana buni ustiga yopishib qolgan bo'lishi mumkin. Ustiga yopishganda svойства pastda, dispetcher yondan. Ikkita asosiy menu bo'lib qoladi. Bunda o'zingizga kerak bo'lgan tortib qo'yasizlar, bo'ldi. Mana shu. Endi biz bilishimiz kerak bular nima ekan. Misol uchun, mishkani men bir marta mana bunga tekkizadigan bo'lsam va mishkani chatdan osadigan bo'lsam, bizda bu obyekt haqida svойствоsi kelib chiqdi. Ma'lumotlari kelib chiqyapti. Ko'rishlar mumkin. Ya'ni bu narsa svойства bo'limi. Biror bir element haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsanglar, bunga o'tasizlar. Lekin mana bu bo'lim ham bor-da. Bu bo'limda ko'rgan bo'lsanglar, juda ko'p narsa bor bu yoqda. Chalkash ko'rinishi mumkin, lekin juda tartibli joylashtirilgan bularning hammasi va tushunish ham ancha oson bo'ladi. Bitta mantaqani bilib olsanglar, unaqa bu yerda qiyin narsani o'zi umuman yo'q bolalar. Endi nima qilamiz? Buni to'g'ri tushunib olishimiz uchun tak, dispetcher proyektda ko'rishlar mumkin. Tepada birinchi o'chada versiya bor. Vid bo'limi bor. Mana vid bo'limi, legenda bo'limi bor. Alohida spesifikatsiya bo'limi bor. Ya'ni vid bo'limida ko'rishlar mumkin planlar bor. Birinchi qavat, ikkinchi game plan vidlari, 3D vid, fasad va yana qo'shimcha va hokazo vidlarimiz bor. Legenda bo'limida siz asosan legenda polo, mana bunaqa 2D qo'shimcha chizmalarni bundan olishingiz mumkin. Spesifikatsiya bo'limida biz asosan nima qilamiz? Spesifikatsiya bo'limida biz hisob-kitoblarni chiqazamiz. Har xil, misol uchun, obyemlarni mana shu qismlardan olishimiz mumkin bo'ladi. Bundan keyingisi list bo'limi. Agar ketma-ketligi bo'yicha list terilgan bo'lsa, mana shu qismda joylashtirib borishimiz mumkin bo'ladi. Bundan keyingisi semestr bo'limi. Shu proyektning papkaning ichida, shablon ichida qanaqa semestrlar bo'lsa,
mana shu qismda ko'rinadi. Va bundan keyingisi gruppa bo'limi, modul va uzil bo'limlari va svязь bo'limi bor. Agar Revitda birorta fayl svязь qilib kirilgan bo'lsa, bu Revit svязь bo'ladigan bo'lsa, mana shu qismlarda bizga ko'rinib turadi. Bularning hammasi, birinchisidan boshqa hammasi mana bu C bo'limida ketma-ketlik bo'yicha yuklangan. Mana plan etaji, legenda bor, vedoma spesifikatsiya bor, list, semestr, gruppa va hokazo hammasi berilgan. Просто mana bularni ketma-ketlik bo'yicha просто tartibli qilib yuklab qo'yilgan xolos. Tushunish uchun osonroq. 25.3 dan oldingi versiyalarda bunaqa tartib yo'q. 25.3 dan xuddi shu tartib ketma-ketlik bo'yicha berilgan. Bu biza o'zimizga qulay bo'lishi uchun juda yaxshi narsa. Endi tak, sizlar bilishinglar kerak bo'lgan yana qo'shimcha narsalarimiz bizda tepada ko'rishlar mumkin. Tak, хотя бы birinchi qavatga qaytib olaylik. Mana tepada arxitektura bo'limi bor. Ya'ni bu bo'limda sten, dver, okno, komponent, kolonna, krisha, потолок va hokazo arxitektura uchun kerak bo'ladigan barcha narsa bor. Ограждение, impulslarimizni, tekst modullarimizga помещение berishimiz mumkin. Bu qismda shaxtalar berishimiz mumkin. Oslarimiz ham bor va ploskostlarimiz bor. Konstruksiya bo'limida asosan konstruksiyaga oid bo'lgan turli xil elementlarimiz mavjud. Ya'ni nechta elementlarimiz balka bor, nechta kolonna bor, nechta stena bor, ferma berilgan misol uchun fundamentlarimiz bor, armatura qismlarimiz bor va hokazo turli xil konstruksiyaga oid bo'lgan elementlar bor. Stel bo'limi ham xuddi shunday. Metall uchun zborni elementlarimiz bor, sistem. Bularning hammasini arxitektura bo'limi ishlatmaymiz. Asosan biz ishlatadigan bo'limimiz arxitektura va konstruksiya bo'limidagi elementlarni ishlatamiz. Konstruksiyani ham sochman bu metalli qismlari, armatura qismi bizga kerak bo'lmaydi. Va xuddi shunday sistem bo'limida ham ko'rishlar mumkin. Santexniskiy priborlar, elektriskiy priborlarimiz borda, santexniskiy priborlardan biz turib ishlatishimiz mumkin va santexniskiy priborlar unitazlarni, vanna, dush, misol uchun rakovinalarni ishlatishimiz mumkin. Qolgan elementlarni ishlatmaymiz. Stavit bo'limida svязь qilish mumkin. Tashqi muhitdan birorta fayl yuklamoqchi bo'lsangiz, shu qismga o'tasiz. Revit svязь, svязь.fs, sapr bor, topografiya bor va hokazo turli xil elementlar bor. Даже import pdf, sapr avtokaddan o'qirishimiz mumkin, rasm o'qirishimiz mumkin, boshqarishimiz mumkin. Annotatsiya bo'limida asosan o'lchov birliklari bor. O'lchamlarni berishimiz mumkin, markalarni berishimiz mumkin, обозначение berishimiz mumkin bu yoqdan. Analiz bo'limi bizga odatda kerak bo'lmaydi. Forma game plan bo'limida biza asosan murakkab bo'lgan parametrik formalarni modellashtirishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu kabi va bundan murakkab bo'lganlarini modellashtiramiz. Va topografia bo'limi ham bor. Topografiya bo'limi, ya'ni relyeflarni shu qismdan modellashtirishimiz mumkin bo'ladi. Совместная работа bu juda muhim narsa. BIMda ishlanganda jamoaviy ishlash uchun biza mana shu bo'limga o'tishimiz kerak bo'ladi va bunda proverka bo'limlari ham bor, ya'ni kolliziyalarni tekshirish uchun. Vid bo'limi asosan bilib turibsizlar, shu shablon vidlar, sozlamalar, turli xil spesifikatsiyalarni shu vidni o'zidan biza chiqarib olishimiz mumkin. Управление boshqaruv bo'limlari, stil obyektlar, misol uchun привязкаlarimizni to'g'irlashimiz mumkin, informatsiya proyekt berishimiz mumkin, materiallarni berishimiz mumkin. Yana qo'shimcha doполнительный parametrlar, liniyalarni turlari va hokazo turli xil bo'limlar, ya'ni boshqaruvni mana shu qismdan amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi. Nastroyka bo'limida asosan biz qo'shimcha har xil skriptlarni, pluginlarni bunga bog'lab qo'yishimiz mumkin. Misol uchun mana bu scripting boardslarda yo'q, bu qo'shimcha qo'shiladi, qo'shimcha uстановка qilinadi. Enscape bo'limi bu ham alohida plugin, bu asosan biz obyektimizni tekshirish uchun 3D holatda, vizual holatda ko'rish uchun foydalanadigan asosiy bo'limlardan biri. Dalux bu qo'shimcha programma tipi Autodesk 360 ga o'xshaydigan video programmasi ham bo'ladi. Lumion bor, ya'ni bu yerda Lumion eksporter bu. Lumionga alohida Revitda yasalgan modellarni yuklash uchun, Lumionga o'tkazish uchun, to'g'ri o'tkazish uchun shu eksporterdan foydalanamiz. Va izminch bo'limi asosiy parametrlar, ya'ni bu yerda kopya olish instrumentlari, misol uchun move bor, rotate qilish, mirror, offset berish va hokazo asosiy boshqaruv bo'limlari mana shu yerda. Ya'ni qo'shimcha instrumentlarimiz mana shular bo'ladi. Bolalar, demak, keyingi darsda sizlar bilan asosiy obyektimizni olib kirishni, undan tashqari devorlar chizishni, har xil mana bu yerdagi instrumentlarni ketma-ketlik bo'yicha ishlatishni o'rganamiz. Bugungi darsimiz, ushbu darsimiz faqat tanishuv bo'ldi. Shablon bilan tanishdik va Revitdagi asosiy bo'limlarni ketma-ketlik bo'yicha ko'rib chiqdik. Unda hozircha stop.